Menimcha notebook'im o'chdi, normalniy bo'ldi. Endi esa ishga chiqishim kerak. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men o'sha kiribmanga videolarga xush kelibsiz. Qarasa yaxshimisiz, tinchmisizmi? Albatta, bu videoga kirishlarni like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Sababi men bo'llar hamma kanallarimda tezroq metrdan oshib qolishini to'ldirib tashlashim kerak va albatta bu videoni oxirigacha ko'ringlar, sababi video juda ham qiziqarli bo'ladi. Tak unaqa hozir men bo'la xullas, o'rmonga olib daraxt chopib kelmoqchiman, sababi mashinamga garaj qurmoqchiman. Billah hozir ko'rishlar qanaqa mashinam borligini so'rang qaranglar, albatta bu videoga like bosib, kanalimga obuna qo'yinglar, sababi bo'la qaranglar, video ko'rasiz, lekin obuna bo'lish bu axir qanaqa bo'ladi. Endi xullas mana bu yerdan endi biz lopatkam nima qo'lyapman, harakat bu yerdan xullas mana bu boltamni olib suraman endi bu yerdan xullas borib o'sha daraxtni chopishga kelishim kerak. Aldiysan-ku Sardor? Yo'q, qanaqa yo'q, aldiysan-ku Sardor. Endi nima bu bolalar? Muzmi? Vahshiy, menimcha bu yerda muz emas, polizm bo'lardi. Menimcha juma shunda polizm muzlab qolganmi? Qanaqasiga vahshiy amalini qolsa hozir buni keyinroq hal qilamiz. Hozir borib daraxt chopib kelib bo'ldi. Qarayda men mashinamga, lekin bo'lma polizga bir nima bo'ladigan bo'lsa, mer meni o'ldiradi, sababi mer menga bu nimani ishom topshirgan, ya'ni o'sha polizni. Endi o'sha polizni men qo'rg'ab, xullas shunaqa qarashim kerak, qalla bo'lamanda. Amali hozir kelamiz, ungacha esa mashinamda tezroq daraxt chopib kelib qalla bo'lamanda. Bentley bor, qaranglar. Bola aldaysan-ku Sardor? Bola bu Bentley emas, to'g'risi sizlarni hazillashganim. Bu bola Rolls-Royce, to'g'risi bola hazillashmagandim, o'zim bilmasdan nima deb bordim. Bentley deb bordim. Rolls-Royce nomli mashinam bor. Hozir bu mashina bilan borib kelamanda, daraxt chopib, xullas o'shanga men mashinaga garaj qurishim kerak. Stop. Endi ko'rgan bo'lib bu reskasini vafshi tang to'xtaydi, borasizlar. Bir to'xtaydisa, bu nimaga yopilmayapti? Yopla. Bo'ldi. Endi esa mana bu yerga borib daraxt chopib kelamiz. Tak bizga ko'proq daraxt kerak bo'ladi, sababi bu juda ham katta mashina, uzunroq mashina, shuning uchun bizga kattaroq garaj kerak bo'ladi. Tak unaqa olsa mana bu yerda daraxtlardan sekin chopishni boshlaymiz. Nima uchun bu yerga kelding, ana bu yerda daraxtlarni chopsang bo'lardi deganlar uchun yo'q bo'lim. Meni o'ldiradi. Nima chopsak ham qishloqdan sal uzoq joylardan chopish kerak. Merni o'zi tayinlagan. Agarda qishloqqa yaqin yerlardan chopsanglar, men sizlarni oyog'inglarni tundiraman degan. Bilaman, juda ham qo'rqinchli gap ishlari, lekin bola shunaqa degan. Hamali merimizdan sal qo'polroq. Endi nima ham dedik, mer bizani qishloqda bu nima deb deyapman. Bu bizlar voy. Вообще-то Dovdir nomer 1 Ultra Max, Ultra Pro deyshadi. Xullas bo'la merib o'zi bizga tayinlaganki, bu sizlar meni qishlog'imga yashayapsizlar. Endi meni qoidalarga amal qilishinglar majburiy degan. Lekin bu qishloq merni 3-statiyasiga ko'ra shunaqa qildirilgan. Mayli. Endi qolsa endi mana bu yerdan tez mana daraxtni chopib kerak. Qanaqa chopib kelay, bola chopib olay. 35 ta daraxt bo'ldi-yu, endi u yetmay qolishi mumkin. Kelib, birato'g'ri shuni 40 ta qilamiz. Keyinroq kerak bo'lib qolishi mumkin. Bilmayman nima kerak bo'ladi, lekin kerak qolishi mumkin. 41 ta bo'ldi. Endi buni hammasini aylantirmaymiz. Keyinroq aylantirib qo'ygan. Qaytarib ber. Shuncha chopgan daraxtni endi mana buga insoflimiz bo'lsam, yo'q bola buni sal yaqinroq ekib qo'yib keldi. Ochiqroq joyga mana bu yerga ekib qo'ydik. Mana bu ochiq ekan, shu yerga ekib qo'yamiz va taybatga ziyonimiz ham tegdi, foydamiz ham tegdi. Lekin ziyonim tegmadi, chekishim. Mashinam bor. Mana ekan. Tushunmadimi? Mashinam mana ham bo'ldi. Ko'rdim, oppoq mashina oppoq qorda ko'rinmaydi. Shuning uchun mayli qolsa o'tiramiz va endi uyga boramiz. Xullas bola, men juda ham qo'rqib ketdim, to'g'risi mashinamni yo'qotib oldim deb. Sabab bo'la bu mashina oq rangda, qora oq rangda, shuning uchun ko'rmay qoladi. Endi esa mana bu yerdan sekin boramiz. Bilmadim, endi garaj ishlarini qayerda olaman. Mana qo'shnimdan so'rasammikin, bermaydi, menimcha bermasa kerak. Bilmadim, yana beradimi? Endi mana bu yerga sekin olib borib qo'ysa, stop. Endi mana bu yerga qoroga qo'yamiz. Mana daraxtning yoniga quramiz. O'sha nimani garajimizni endi moslab qo'yishimiz kerak buni. Keyinroq qo'yamiz, undan olsa chutga qurib olay. Endi oppana, endi hozir bilib olamiz bu nechta blok ketishini. Chiqay. Endi maqib tashadi bu bolalar. Mana buni qilamiz va endi bunga bolalar bitta ortiqchasi bilan qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 blok uzunligini qilar ekanmiz va bolalar 5 ta blok endi qilar ekanmiz. Mana uni qolsa bo'lar, lekin mana bu nimaligini bilmadim. Hozir yo'q bo'lar, stop. Buni biza bir qilishimiz kerak. Hamma hozir mana buni yaxshilab birinchi garajni qurib olib, shundan keyin hammasini hal qilamiz. Endi oppana tezroq hammasini endi taxtagalantirib chiqamiz. Hammasini emas, bizga qolishi ham kerak ozgina. Bir stak, endi yana qancha yetadi? Menimcha shu yetib olsa kerak. Bo'lib все. Endi mana olamiz. Bu chekkalarga qo'yishga, endi esa
tak 5 ta blok qayerga qilamiz bo'ladi. Davayda menda bitta idea bor. Kelin men daraxt qilamiz. Davayda bo'ladi. Daraxt qilamiz, cho'tga bo'ladi menimcha. Normal style bo'ladi. Style tak endi mana bu yerga tak 1 2 3 va normally 3 ta blok qilsa bo'ladi. Ya'ni biyikligida 3 ta blok qilsa bo'ladi. Vobshe dovdiryapman bor. To'g'risi o'zimdan tushunmayapman. Tak endi oppani 6 ta va mana bu yerga 9 ta. Endi mana bu yerga qo'yamiz. Tak 1 2 3 va mana bu yerga 1 mana bu yerga qilayotganmiz. Tak 1 2 va 3 va все. Endi esa mana bularni qurishni boshlaymiz. Tak oppana qilib, sekin garajni qurib bitirsa bo'ldi. Ana buni hammasini endi muzdan tozalab chiqish kerak. Sabab bu meni polizim. Bilmadim bu musqatdan kelgan sabab, endi muzlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Sababi kunlar kecha juda ham sovuq qo'yganda kun, mana shu shunday qilgan bo'lsa kerak. Necha gradus kecha bo'ldi? Kecha aytaymi sizga. Kecha 74 gradus sovuq bo'lishini bilasizlar. Vobshe 74 gradus umuman bola bu o'ynaydigan narsa emas. 74 gradus issiqda odam tuta olmaydi. Shu o'shanga menimcha polizman muzlab qo'ygan bo'lsa kerak. Tak uni qolsa endi mana bu yerdan tak voy palagatdi. Shunaqa qiyshiqmanda bo'ladi. Shu odatim menga yoqmaydi. Bilasizmi? Deb kommentariy yozib qoldiringlar, iltimos bo'ladi. Tak juda ham xursand bo'lardim. Kayfiyat shunday yozib qoldirsalar bo'ladi. Qanaqa nima deb yozaman deganlar uchun bo'lar hozirgina aytdim. Qayta aytaman. Shu odating menga yoqmaydi. Deb yozib qoldiringlar. Juda ham xursand bo'lardim. Aytgancha bo'ladi. Sizlar bu videoni soat nechida ko'ryapsizlar? Albatta o'shani ham kommentariy yozib qoldirsanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Sababi bu obunachilar meni soat nechida ko'rishadi. Bu menga juda ham qiziq. Voy palagat nima qilib tashaman? Vobshe qiyshiq qo'yaman hammasini. Mana tak endi necha endi bo'p turadi odamzodda. Qanday bo'lib vobshe katta garaj bo'ldi. Mana katta mashina emas, lekin kichkina mashina bo'laverardi. Mayli bo'lib bo'lsin. Endi bizga mashinaga yarashadi. Bizlar uchun yarashadi. Bizga yarashadi va o'zimizga mashinamizga ham yarashadi. Sababi bizlar premiummiz. Xullas bu yerda endi mana bu yerda bizdan lopatkam bo'laman. Sababi lopatka bilan endi buni polni qilish kerak. Pol bitta yerdan bo'lsa umuman bo'lmaydi bu. Katta garajga poli nima bo'ladi? Voy nima deb deyapman. Mana poli loydan bo'lsa, katta garaj bo'lsa qanaqa bo'ladi? Tak mana buni olib tashab, endi mana bu yerdan sekin qo'yishni boshlaymiz. Tak bu yerdan oppana qilib, endi hammasini birim sekin nima qilib chiqish kerak. Ya'ni nimaga sakiryapman? Mayli endi sekin mana bularni qilishni boshlaymiz. Tak oppana mana bu nimaga ochiq? Mana ochiq tursa turaversin, menga farqi yo'q. Deganda oppana tak nechta voy nima? Nechta? Vobshe. Mana nima to'g'ri aytsam men bolalar nima deyotganimni o'zim ham bilmayman. Sababi videoni tezroq olib turish kerak. Hozir olmaganimga 3 kun bo'ldi. Shuning uchun bo'laman gaplarimni ozgina adashyapman. Sizlardan uzr so'rayman. Agarda yoqmayotgan bo'lsa bu gaplarim bunaqa odamlarlar. Sababi endi bo'la 3 kun bo'ldi video olmaganimga, shuning uchun. Tak endi esa polani shunaqa o'zimizni nimalar qilamiz? Taxtadan tak endi oppa. Sababi bular agar yer blok turadigan bo'lsa, mashinani tagidan shamol, qanaqa shamol bo'ladi? Nima uchun mumkin salqin keyin mashinam nima bo'lib qoladi, kasal bo'lib qoladi, keyin o'tiraman yig'lab. Sababi juda ham qimmat turadi. Bentley, qanaqa Bentley? Rolls-Royce agar bo'lasizlar, Rolls-Royce haqiqiy narxini bilsanglar, iltimos kommentariga yozib qoldiringlar. Men bundan juda ham xursand bo'lardim. Sababi men bilmayman, masalan, Rolls-Roycening haqiqiy narxi qancha? Agar sizlar bilsanglar, kommentariga o'tib yozib qoldiringlar. Kommentariy sizlar uchun ochiq. Tak endi bizada 25 ta va 32 ta aniq yetmaydi, lekin mayli, endi nima ham qilardik? Bir amalimiz albatta bo'lib borib daraxt chopib kelamiz. Undan ko'ra tak ana bu yerda daraxtdan chopib kelsak bo'ldi. Tak chama bilan qancha daraxt chopamiz? 10 ta yetib qoladi. Qaralar 32 ta barib yetmaydi bu tomiga. Yarimga ham bormaydi. Shuning uchun mana bu yerdan endi o'zgina daraxtlar chopib, xullas ana bu tomiga qo'yamiz. Tak mana bu yerdan chopaylik. Sababi bu yerga unchalik ham odam e'tibor bermaydi. Endi mana bu yerda tak qaraysan qo'y yaxshi. Voy mayli bo'ldi. Necha bitta o'darda o'lib qoldi. Endi mendan aytmas bo'laman. Bitta o'darda o'lmaydi deb o'ylagandim. Biroz hazil qilmoqchiman bu qo'yiga, lekin birtada o'lib qolgan. Vobshe bo'ldi. Mana endi 6 ta daraxt, endi 4 ta garab mana uni chopsa yetadi. Tak endi opana kella bo'la ortiqchasi bilan olib qo'yamiz yaxshi. Sababi yetmay olmasa nima deb deyapman bo'ldi. Yetsin ortib qolsin, lekin bola yetmay qolmasin. Shunaqa gaplar bilan ozgina o'zimni ham chalg'itib, xullas o'zimni shunaqa ahmoq qilaman bola. To'g'risini aytsam, vobshe gap topish qiyin bo'lib video uchun. Sizlar tushunmaysizlar bo'la. Sababi video olmaysizlar. To'g'rimi bola? Agar sizlar YouTuber bo'lsanglar, kommentariga plyus yozib qo'yinglar. Men YouTuberman. Men blogerman deb yozib qoldiringlar kommentariga. Masalan, men blogerman, agar sizlar bloger bo'lsa tushuncha kerak, video davomida gap topish qanaqa qiyinligini. Tak uni qolsa endi mana bu yerda to'g'risi bo'lib pilni ko'targan deb bo'lasizlar. Pilni ko'tarish buni oldida o'yinchoq, shuning uchun tak endi mana bu yerdan qilamiz. Tak
Manimcha bola uni taxtadan kelganimiz unchalik ham yarashmadi-yu. Mayli bola bo'laveradi bizning garajga. Deganda oppana qilib, tak oppa ustini sekin yopishni boshlayveramiz. Tak oppana endi mana oppa mana sindirib tashlaymiz-da. Sabab bu taraf bizga xalaq beryapti-nu, xalaq berishi kerak emas bizga umuman hech narsa. Sabab bizga amaliyotda premium bo'lish kerak deb afishida unaqa gapirmaymiz. Hammamiz bir xil odammiz, odam deyman, mayli bola. Tak endi oppa va qiyshiq. Shunaqa bola o'zini qo'ygan paytda qiyshiq qilib o'zimni jahlim chiqaraman mayli. Tak endi oppa va всё normali bola. Endi mana buni olib tashlaymiz va endi bu yerga bitta fakel yashashimiz kerak. Manda menimcha ko'mir bor-da, keldi. Buni ichkarisiga fakel yasaymiz. Mashinam buni ichiga sig'ishi aniq bo'lib, mashinamni ikkitasi sig'adi, lekin endi menga garaj ishlari kerak, bilmadim qayerda olaman. Baribir bu garaj yetmasligi kerak. Yetmaydi menimcha. Tak uni hozir borib endi fakel yasab kelaman, sabab buni ichi juda ham qorong'u bo'lib qoldi. Eshikni yopadigan bo'lsa, va fishi qorong'u bo'lib qoladi. Shuning uchun o'zim ham ko'rmay qolishim mumkin. O'shaning uchun kelinglar, prosta tak bu yerdan fakel yashaymiz. Tak endi bu yerdan bizga cho'p kerak. Tak cho'pla, tak oppana endi nimaga yotib bordim buni? Mayli, endi oppana qilamiz va oppana bizga 8 ta yetadi, yetib ortib ham qoladi. Deganda bu yerga mana uni solib ketaman. Bizga kerak emas narsalar. Mana yog'och kerak bo'lib qolishi mumkin. Tak endi esa borib mana fakellarni joylashtirib kelamiz va всё. Endi esa lekin mana buni olib tashlaymiz. Qaranglar, вообще shuni olib tashlashim kerak endi. Mayli, tak endi mana bu yerga qo'yamiz bu fakelni. Tak endi mana bu bitta, mana bu yerga bitta va kirishga bitta, endi esa mana bu yerga bitta qo'ysak va всё. Endi esa mana buni endi olib qo'yaman chetroqqa. Endi esa bo'laman mashinamni haydab ichkari kirgizaman. Qanaqa turadi bilmadim. Keyin bo'laman bitta narsa hozir men borib kelib, ya'ni bo'l shahardan garaj ishlari olib kelishim kerak. Mayli, endi borib kelamiz. Tak endi mana bu yerga qo'yamiz. Mashinamizni voy bo'la qaranglar, cho'tki turganiga вообще bor. Qaranglar, nuslar bu garajga qancha berasa bu mashina bir-biri bilan yarashdi, qaranglar bo'la вообще cho'tki bo'ldi. Mayli, endi esa bo'laman bozorga borib, garaj ishlab olib kelishim kerak. Hozir uyga borib endi bo'laman narsalarni qo'yib chiqaman. Undan keyin esa shaharga borib garaj ishlarini olib kelaman. Tak endi ichkariga kirib, qani